Yaqında Xitoy Hamas va Fatahni o'z ichiga olgan 14 Falastin tashkilotini Beijingga yig'ib, ular o'rtasidagi talash-tartishni hal qilib yarashtirganligini e'lon qildi. Tadqiqotchi Abdulla O'g'uzqirim xabar agentligida e'lon qilgan maqolasida Xitoyning bu harakatining mohiyati haqida to'xtaldi. Abdulla O'g'uz Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilayotgan Xitoyning Falastinda yarashtiruvchi bo'lib olishi haqida mundaq dedi. Nihoyat aniqki, meningcha Xitoyni qizil terrorlik davlati deyish xato emas. Xitoy islomning barliq izlarini butunlay yo'qotish va u yerdagi musulmon turk millatini xitoylashtirish uchun 2016-yildan boshlab Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik olib bordi. Nihoyat aniqki, bu islom va musulmonlarga qarshi urush. Shunglashqa Xitoyning Falastinni qo'llaganligini baholashda bu nuqtaga ahamiyat berish intayin muhim. Xitoy ham irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish ham Amerikaga qarshi ko'zirga ega bo'lish uchun Falastin masalasini qo'llamoqda. Kam deganda 6 davlatdan kelgan parlament a'zolari Xitoy diplomatlarining ularga Tayvanda o'tkaziladigan yig'inga qatnashmaslik haqida besim qilayotganligini oshkorladi. Ma'lum bo'lishicha, ularning 3 nafari Yevropa davlatlaridan kelgan parlament a'zolari ekan. Xabar qilinishicha, Slovakiya, Shimoliy Makedoniya, Bosniya, Hersegovina, shundaqla Boliviya va Kolumbiyadagi siyosatchilar o'zlarining Tayvanning poytaxti Taybiga berish planiga zid keladigan uchur telefon va jiddiy uchrashish talablarini topshirib olganligini aytdi. Dushanba kuni boshlangan bu yig'inni 35 davlatdan kelgan yuzlagan parlament a'zolaridan tashkil topgan Xitoyga qarshi parlamentlar aro ittifoq tashkillagan. Sharq Turkiston uchur markazining mas'uli Abdujalil Qarqash bu haqda bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Xitoyning Yevropa parlament a'zolariga Tayvandagi yig'inga qatnashmaslik haqida besim qilayotganligi oshkorlandi. Men bunday zo'ravonlik harakatlarini qattiq ayblayman. Xitoyning Tayvanni ayirib etish tirishchanligi dunyodagi demokratik qimmat qarashi va xalqaro qonunlarga qilingan hujum. Bu ahvol Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga solgan besimining namoyandasi. Men xalqaro jamiyatni Xitoyning bu zolim siyosatlariga qarshi texnik kuchli va texnik qat'iy pozitsiya tutishga taklif qilaman. Yaponiya, Amerika, Avstraliya va Hindistonning yuqori darajali diplomatlari Tokioda jam bo'lib, Xitoy bilan bo'lgan ziddiyat kuchayotgan bir paytda Hind Tinch okean rayonining dengiz bexatarligi va tor bexatarligini kuchaytirish uchun bexatarlik masalasi va hamkorlikni muzokara qildi. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Yoko Kamikawa sahibxonlik qilgan yig'inda Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Avstraliya Tashqi ishlar ministri Penny Wong va Hindiston Tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jaishankar Janubiy dengizdagi jiddiylikning kuchayotganligini ta'kidladi. Suhbat yakshanba kuni Yaponiya bilan Amerika o'rtasida o'tkazilgan ikki qo'shilgan ikki bexatarlik uchrashuvidan keyin boshlandi. Ikki davlatning diplomatlari Xitoyni eng chong strategik raqobat deb tasvirlagan edi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an yakshanba kunidagi so'zida Falastinlarga vakolatan Isroilning G'azza rayonidagi hujumga aralashishi mumkinligini aytgandan keyin ikki davlat o'rtasida jiddiylik kuchaydi. Erdo'g'an Isroilning hujumlarining ko'payishiga qarshi turib mundaq dedi. Biz u yerga kira olamiz. Xuddi Qorabog' va Liviyaga kirganga o'xshash biz qilolmaydigan hech ish yo'q. Shuningdek, Isroiliya diplomatiya ministri Katz prezident Erdo'g'an va Iroqning sobiq rahbari Saddam Husaynning bir parcha suratini ham baharladi. Katzning Erdo'g'an bilan Saddamni yonma-yon qo'yishi Turkiya tashqi ishlar ministrligi va har qaysi partiyalarning noroziligini qo'zg'adi. Qozog'iston sayohat va tantarbiya ministrligi 2023-yili bu davlatga kirgan chet ellik sayohatchilarning soni to'g'risidagi sonliq ma'lumotlarni ham baharladi. Qozog'iston o'tgan yili 9.200.000 chet ellik sayohatchi kutib olgan bo'lib, ular qo'shni davlatlardan boshqa Hindiston, Xitoy, Germaniya, Koreya va Arab Birlashma Xalifaligidan kelgan. Belgilanishicha 2022-yili 18.000 ga yaqin Xitoy fuqarosi Qozog'istonni ziyorat qilgan bo'lib, bu son bultur 370.000 ga yetgan. O'tgan yili Hindistondan 78.000 odam Qozog'istonni ziyorat qilgan. Germaniya sayohatchilarining bu davlatga bo'lgan qiziqishi oshgan. Bu mezgilda 85.000 Germaniya fuqarosi Qozog'istonga kelgan. Hindiston va Germaniyadan keyin 36.600 sayohatchi bilan Koreya, 10.500 sayohatchi bilan Arab Birlashma Xalifaligi yer olgan. Venezuela davlatlik saylam kengashining raisi Elvis Amoroso bilet sanduqining 80%ning ochilganligini va 10 kandidat qatnashgan prezident saylovida buyuk vatanparvarlik qutubi nomzodi Nicolas Maduroning g'alaba qilganligini e'lon qildi. Dastlabki natijaga qaraganda Maduro 51.20% bilan 3-qatim prezident saylovida g'alaba qilgan.